Dostlar, söz berem, sizning yaratgan bloger menimcha bu Tatarda birinchi YouTube bloger ham menimcha eng shab blogerlarning birisi Bag'ila Shakirova. Selam dostlar. Ha, qabız bilarim tomoq qovush o'tirdi. Selam dostlar. Bag'ila inşallah. Hoy, benim настроением keyifşep mine milli stilde birer boş giyim olmakçıyım. Mine наконец-то aldım 800 so'm. Men aytdim, aytdim, 50 so'mga tish yo'q tishmim dey. Anlar aytdilar, Tura bozorunda вообще 200 so'mda shapkalar dem. Aytdim, nechiginde milli stilde 200 so'mga shapka satalarmı? Men bit Pishan bozorunda yirdim bugun. Nechiksin Pishan bozoridan ta'sirlar? Bilasizmi, men yol itirga deb keldim. Bloger kishi yol ita olmay, bir endi qiziq kishi ko'ramda telefonimni oldim da tushira boshlayman. Qarayim, Sanifa Rangulova kelib chiqdi. Shunday motor, meni tanda Sanifa. Aytam qizlar perchatka tugul intervyu oldim. Hali tag'in bir kunni millatchining ochilishida ish bilan keldim. Qarayim, Talg'at Tajiddin kelib chiqdi. Qorshima kelib chiqalar. Telefonimni oldim da so'rov berishga hali o'ylamayman, u bitinda o'zib ketdi. Narsa so'rov beraman. Do'li sekund ichida. Men aytaman, sizning shunday stilingiz motor, sizning aytam o'zingizning stilist, dizayner kishingiz bormi deganimda, yo'q, mening stilist, mening Muhammad payg'ambarimgina bor dedi, o'zib ketdi. Men bir darsni aytganda Pishan bozori boshlanuga reportajlar hozirlovchi jurnalist bloger mening YouTube kanalda har yılning Pishan bozori bor. Eng o'shog'ani bir necha yil ilk bo'ldi. U vaqtda balki byudjetda ikkinchi turli bo'lgandir, oqshani ko'proq berganlardir. Kamal teatri artistlari, xotin-qizlar, irodlar her shot sayin milliy kiyimlardan abi bobay bo'lib o'tiralar. Aminki men o'yladim, ular artistlar tugul, ular shin kishilar deb. Ulardan intervyu oldim. Ular shu ssenariyda artistlar kishilar bo'lib chiqqanlar. Ondan so'ng bunda hozir ko'proq sotuv olu. Garmonchilar yo'q. Bir Enver abi bor edi, miskin bir Enver. Men shuni aytasim kela. Tatar garmonchilari, siz qayda? Pishan bozorina keligiz. Garmonlaringiz bilan ana bitinese qo'l chopba. Mening so'zlarimga borisida bishat suvga. Qo'yatlab. Mana bayramda shig'alar. Qarag'iz, mana bu xalqning boshlarına yovliq da beylamaganlar. Tübetday da kiymaganlar. Nu qalfa qoldirga tilamasangiz, mana olgiz Tura bozoridan 200 so'm. Mening 200 so'm to'l, mening 800 so'm. Ana oqchog'izni shallamagiz. Agarda siz men tatardim deb aytasiz ekan, birozgina o'zingizning elementlar bilan, o'zingizning nendida bo'lsa stil bilan o'zingizning tatarligingizni isbotlag'iz. Chunki boshda men tatar deb summa o'zgarmay o'zingizni ko'rsatirga kerak. Bag'ila'ning direkt fikrlar mana shu buyuk kurashi turida. Kerakmi bu, kerak tugilmi? Ham o'zinchaligi narsalar. Aytayman, dirisin, mana Kamal teatri yonida shunday buyukni uyushuvning mening de ilishim bor. Chunki Güzel Sagitova bizning menda press konferensiya bo'ldi, matbuot konferensiyasi ham shunda men so'rov berdim. Men bitni har vaqt o'ng'aysiz so'rovlar bergan yaratam. Shunda aytdim, nechun bizning Qozonda tatar pitachoklari yo'q? Ishlidir, mana Shollida har otaning bir kunida bayanlar bilan garmonchilar yig'ilib rohatlanib tatar diskotekalari zalidasi uyusha, ham shunda tatar yoshlari tanisha, qovusha dedim. Ham Qozonda da shunday kechalar bo'lirga tegish dedim da, ham shundan unutdim. Go'zal xonim shu fikrni bek aqlli xonim, meni bek hurmat etam. O'zining mana mening bir chitini solib qo'ygan, ham alhamdulillahi rabbil alamin hozir mana harakatda barakat proyekti boshlanib ketdi. Sizni rahmat aytib tilga oldilarmisiz? Yo'q, menga bir vaqtda da rahmat aytmaylar. Menga qancha gramotalarimda ko'p beralar, rahmat xatlarida ko'p beralar. Ammo negadir u rahmat xatlari esdan rostlanmagan bo'lar. Na открытка beramiz bitini yangi yilda. Mana shulay men aytaman, sen berak populyar. Sen 2024-yilning yo'l tatari bo'lding, tiglay bo'lding. Ama lakin men ismim de yo'q, bunday pechatlangan rahmat xotim da yo'q. Men G'adi Bag'ila Shakirova YouTube bloger. Bag'ila bugungi kunda mana yaqin kelajakni olsak, nima planlar bor, nima maqsadlar? Kim nindi maqsaddan chiqib so'raysan? Men o'zim
Менә үземне эзлим. Гел эзлим, таба алмыйм. Блогер буласым килде, булдым. Kitap çıkarasım kildi, çıkardım. Jurnalist bulasım kildi, buldum. Bankir bulasım kildi. Banker bulasım kildi, buldum. Maşina ertesi kildi, maşina yerttim. Min Hangi hazır. maşinada hazır görüyorsunuz? Min mi? İyi. Mercedes Benz. Şayaram. Gerek. Sır bol kalsın. Planlar turunda. Sene doğan. Planlarım Emine eğer de uylasak, kim bulurga gelecekte emine? Jurnalistikini nersege alıştırırga? Көңіл nersege koysur köge torsa? o Fagila Şakirova değil mi o? Evet, tilge aldılar. Ela ol Cevet Şakirov değil mi? Şakirovlar kuvanda bugün. Benim bilmem. Planlarımni men mine ertaga uyanırga mümkün, hem uylarga mümkün. Mine şunday işlerge de belki. Mümkün bilesizmi? Asian yazılışlarından sorarga, siz Fagila'ni kim bularak gözü görəsizmi? Dostlar, çünkü men Singorada yovchilik ishi bilan da shug'ullana boshladim. Men bu ish bilan Banıkdan ketgach shug'ullangan edim. Meni Oqsoqollar Shurasi raisi Abdurauf abi o'zi chaqirib oldi. Ham men onarda millat yurtida ishladim, yovchi bo'lib. Ham shundan meni yoshlar bilib oldi, ham birisida kile başladılar, Fagila tanıştık. Hem benim yartı yılda 4 barım kavuştu. Moskov yigitin banker kızga ilendirdim. Ondan sonra rayondan Orça yigitini ilendirdim. Oğul kızına. Ondan sonra bir advokat kızını Kiyev'e verdim, sudyaga. Ne şolarak buldu. Hem hazır da men Instagram'da şu yönelişini alıp bara başladım. Ama da lakin xalq usal qizlar keta kiyev, yigitlar keta. Ne aytam? Siz aytam 40 yoshga qadar kiyev topa olmagansiz ekan, men bit sizga 2 atnada kiyev topib berga tegishli tugul, biroz ketdingiz. Mening bar kontaktda bir gruppam, deymi? Onda mening bir xonim o'zining fotosini o'rnashtirdi. Muhabbat borligini ishonam. Hem shunda bir xonim foto berdi, o'rnashtirdi, telefoni menda. Bir yıl bir kim qiziqsinmadi. O'zi de yozmadi. Hem bir yıldan so'ng Sibirdan ayrılıp qaytgan 50 yoshlik, moyiqli, 2 mashinasi var. Sibirda kvartira var, Qozonda yurti var. Mine qaragan kontaktda o'tirgan ham mening gruppaga kirganda shu xonimni ko'rib g'oshiq bo'lgan. Ham u meni izlab topdi. Zinhar berigiz elimine shu xonimning telefonini deb men ularning telefonlarini bir-birsa berdim. Ham ularning nikohlari bo'lajak 2 oydan ham meni chaqirga niyatlab turarlar. Shunga ko'ra sabr bo'lirga kerak. Har ishda sabr bo'lgandagina ishning barakati bo'lar. Fagila, bu yovchilik ishining ashiri bormisiz? Bilasizmi, Moskvada yovchilar olalar yartı yıl ishlagan ishni 60 ming. Mana shu klubda turar için. Bizde mana sadaqa aytib 500 so'm bersalar-da, 500 so'm bersalar-da men aytaman, "Menga kerak tugul, mana tortma sadaqa bo'lsin, masjidga solarman" deyman. Bir aydan so'ng yangadan shu akçanı sıratib olirga da mümkinler. Soranlar bek ko'p. Ne için olmayım çünkü bu işni işlesang, onu ruxsat bilan ishlarga kerak. Shunga ko'ra men o'ylayman. Chunki men seni aylandiram, sen aylanmaganayman. Men senga aytsam, например, 20 ming deb sen aytasan, men senga 20 ming berasam o'ringa, men o 20 mingga boram da diskotekaga, shunda tanisham, qizni siylim dersin, aymi? Hem bu siyga keta ol o'xshab. Hem sen menga bermayacaksan da, chunki soramlik kuchli bizning. Simini soran deb aytib, biz kelaydi. Yine bütün Tatarlar shunday soranmi? Bizde soramlik degan aybir bor. Sen soranmısın Fagila? Yo'q. Mana men voy soran tugul. Mana men boram, ayma bir kichkina qiz qarab tura, tungur maoshisi kela, akcha bermay. Ikkovsi silashalar ulayta.
Benim akşamın tılıp kalgandı. Ben tuttum küsemden aldım. Akşamı men item tulu. Men alay saran tugul. Nisi nese değil. Rahmet etti de küsesine saldım. Yarı Fagile bir rahmet şunda işte interview yazdırdı. Yarar. Küpsüz çüpsüz. Mina yazılgız. Siz aytgan sizin birisi de şu bulmadı. Niye büyük futbolda? Men nerse söylegenimni kulağım işitmedi. Çünkü mine bu tavuş benim bir kulağımdan kire, ikinciden çıkar. Hem benim fikrimni bik çoğalta. Anın karağı men bir yaxşı işitdim. O şol işitken. Fakat